penkangiz hali bor ekan, Hali bor. yuzlariga penka bor. Agar tugasa aytasiz, olib kelib beraman, xo'p? Rahmat. Shahnoza opamga Vaqti aytamiz. zo'r bu hammasi. Mazza qilib ishlating, go'zal, chiroyli bo'lib yuring. O'zingizlarga, onajoninglarga, kenajoninglarga, opa-singillarga olib beringlar. Originalniy koreyskaya kosmetika. Faqat Shahnoza opamlarda bor. Original bo'lgani uchun ham yaqinim bo'lganlar uchun qo'rqmasdan bulardan zakaz qilaman-da. Tez sifatli narsalar jo'natib beradilar. Agar borib olmoqchi bo'lsanglar, magazinlarni ham qo'yaman. Magazinlarga o'zingizlar borib tanlab olsanglar bo'ladi. Yuzingizga tushadiganini o'zlari ham tanlab beradilar. Bugun oilamiz qadrdoni Gavhar opamni tug'ilgan kunlari tabriklagani oilaviy havas guruhi bilan Gulla bilan tashrif buyurdik. Tabriklaymiz opaginam, umringiz uzoq bo'lsin. Hozir kirib, chiroyli qilib tabriklaymiz. Havas guruhida sizlar uchun qabul etamiz. Marhamat, sizlar uchun Havas guruhi kuylaydi. Assalomu alaykum go'zallar. Yaxshimisizlar? Buncha chiroylisizlar. Koronaylarga ko'z tegmasin. Voh, voh, voh. Gavhar opa, Gavhar opamga guldiroz tarsanglar bo'lsin. Tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Umringiz uzoq bo'lsin. Ilohim 18 yoshingiz muborak bo'lsin. Ko'z tegmasin sizga. Qadrdonimizsiz. Shunaqa qadrdonligimiz abadiy bo'lsin. Guldek ochilib yuring. Oilaviy havas guruhidan sizga gullar. Rahmat. 18 yoshingiz muborak bo'lsin. Hamisha yosharib mana shunaqa go'zal bo'lib yuring. Oilaviy havas guruhimizdan yana bir bor chin qalbdan tabriklaymiz. Ilohim yoningizda hamisha mana shunaqa yaqinlaringiz, qadrdonlaringiz birgalashib, 100 yoshliklaringizni ham birgalikda nishonlash nasib qilsin. Umringiz uzoq bo'lsin. Hech qachon sizga ko'z tegmasin. Hamma gullar siz uchun. Butun dunyoni gulini olib kelsa ham sizni chiroyingiz oldida hech narsa emas-da bu gullar. Sog' bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Siz uchun va sizlar uchun bugun oilaviy havas guruhi xizmatda bo'lamiz. Hinchasiga xirom aylaysizlar. Marhamat. Yog'lilik bilan, toshma bilan, poralar bilan ishlab beradigan eng yaxshi sostavlar. Birinchi navbatda azelaic acid. 10% azelaic acid Nine Lives brandiga tegishli toshma, pora, yog'lilik bilan ideal ishlab beradi. O'zini kremi bilan birgalikda yanada yaxshi. Ikkinchi o'rinda esa mana shu Selenium brandiga tegishli AC Flow sivurtkasi 100 ml juda ham barakali salitsil sostav. Yuzingizda yog'lilik bilan, pora bilan, toshmalar bilan juda ham yaxshi ishlab beradi. O'ttiz rezultatlari juda ham zo'r, barakali sivurtka. Va eng yaxshi ko'radigan sostavlarimdan biri bu qizlar niacinamid. Yog' bilan ishlashda ham, ugri, pora bilan ishlashda ham eng yaxshi ishlab beradigan xavfsiz sostavlardan biri. Bu agar 20% dan oshadigan bo'lsa, yuzingizda zo'r ishlaydi. Qizlar Petitra brandiga tegishli 20% va Nine Lives brandiga tegishli 22% niacinamidlar. Ertalabda mana uyga keldim. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Ayzapa, mendan oldin kelibsiz-ku? Tuzumsiz, charchamayapsizmi? Qani ishlarni boshladingizmi? Tuzumsiz. Ana Ayzapam bilan pardachi opam hamma joy pardasini bir haftada tikib berdi-siz. Faqat anaqa oshxonangizga hali Turkiyadan kelmabdi-da. Endi keladi inshaalloh. 15 kunda keladi deyishdi, 10 kun qoldi. Oshxonamiz ham pardasi endi keladi. Zo'r. Hozir spalnidan boshladingiz. Bo'ldi. Dazmolni o'rnatib qo'ydim. Yaxshi yig'ishtirdingizmi? Ha, yaxshi. Ilohim rahmat, rahmat. Dazmollarga chopib kelib qo'yganingizni qarang. Yo'q-e. Voy, pardani zo'rini tanlaganmiz o'zi ham, xudo xolisa ilinganini ko'rsatamiz. Ayzapam nomer 1 pardachilar o'zlaridan hamma narsani olib keladilar. Hech kimni ovora qilmaydilar. Gap yo'q Ayzapa, ko'z tegmasin.